Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Aviakasabi Surxonatim Jahongirjon. Xudo xolasa Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha 26-sentyabr 2025-yil registratsiyamiz boshlandi. Bu yerdan o'tib mana bu yoqqa kiraverasizlar. Xudo xolasa Zeloniy koridorga tomojna o'tib olib, hurmatli o'rtoqlar, keyin yana bitta narsani aytib o'tay. Mana bu yerda stoykada agentlar o'tiradi. Endi qizlar bular ham ishchi. O'sha qizlar sizga savol beradi, so'raydi, beraman nima san deydi. Da deb qo'ysangiz, endi luboy odamdan so'raydi. Bu yosh kattami, qizmi, ayol kishi bo'ldimi, qiz bola bo'ldimi? Luboy odamdan so'raydi. Ya'ni beraman nima san deb savol beradi. Shunda ko'plarimiz bilmasdan, misol uchun spravkasi yo'q bo'ladi. Spravkangiz yo'q bo'lsa, qoldirib yuboradi reysdan. O'zbekiston havo yo'llarida ko'pincha uchraydi. Qoldirib yuboradi. Spravka olib keldi. Bir haftalik bo'lsa ham, 10 kunlik bo'lsa ham, 15 kunlik bo'lsa ham. O'shaning uchun sharoitga qarab, masalan, qorningiz bilinmagan taqdirda yo'q, homiladormasman deyishga. Spravkangiz yo'qmi? Spravkangiz bor bo'lsa, da deb spravkani ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ko'plar mana shunday holatdan qolib ketadi. Buni kuzatuvchilarimiz yoki qolib ketgan odamlarimiz biladi. Xudo xolasa xizmatdamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelingizlar. Aviakasabi Surxon xizmati.